Eng asosiysi oilaviy kesalaynan bo'lar ekan, salqin, soyda bo'ylari va tog'da bag'rida juda ham yaxshi joy ekan. Hamma sharoitlari bor. Narxlari ham arzon. 25 mingdan 35 ming, 45 ming so'mgacha ekan. Ya'ni Shopir aka ukalarimiz uchun ham bemalol qosalaynan yotoq joylar, hamma sharoitlar bor ekan. Arzongina. Mana shu binoda oldidan cho'rasa, shu yerda gul sotadigan opamiz. Do'stlar, mana pastlikqa tushganlaringda bunaqa soy bor ekan, juda ham havosi toza. Ko'rsalang bo'ladi. Eng asosiysi oilaviy keladigan bo'lsalaringlar, mana joylar juda ham chiroyli ekan. Oilaviyga kelgan bir kishiga 25 ming, 30 ming, 35 ming ekan, har xil. Endi bitta odamni katta kichikligiga qarab yosh bolalarga olinmas ekan mana. Joyda ko'rsalang bo'ladi. Hamma sharoitlar bor ekan mana. Bemalol kelsalang bo'ladi. Biz ham oilaviy keldik. Bu ichkarida yotoq joylari ham bor ekan mana. Juda ham chiroyli. Kelsalang bo'ladi. Yotoq joylar ham bor ekan. Mana. Bu tomondan toqqa chiqib aylanib kelsalaydan bo'laveradi bemalol. Mana do'stlar, mana chiroyli joy qilib qo'yishdi. Bu tomonda yotoq joylar bor ekan. Bir kishiga 30 ming, 35 ming, 40 ming so'mdan ekan. Xo'p, Shopir aka ukalarimiz uchun charchadingizmi? Siraz to'xtab dam oling. Yo'lda ikkinchi tunneldan o'tganingizda gul, olma sotishadi. Shu tashqaridan ham video qilib qo'yaman. Kelib dam olib, misol 3-4 soat dam olsalaringdan bo'ladi. Bir kun dam olib, xotirjam yorug'da yana uyingizga, oila bag'ringizga eson-omon shashilmasdan yetib olsalaring bo'ladi.